Matiz usulining amaziyat qo'shishda davom etamiz. Ko'pchilik so'ragan narsa, oldi qanaqa baland bo'ladi? Ja ko'tarilib ketmaydigan savol ko'p. Mana bu mashinaga Mag'rur akamiz kelgan. 4 ta qo'yganmiz, orqasiga 4 talik, oldiga usulining amaziyati. Sizlarga hozir bittadan ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, oldi mana ichkarida Nexia amortizator. Xo'p, oldi ko'tarilishi mana shu holatda turadi. Bu eski balonda, buni yangi balon qo'yadigan bo'lsa ancha bundan ham chiroyli turadi. Bu tomoni ham ko'rinishi. Xo'p, endi orqasi 4 taligini ko'rsatib o'taman. Ko'pchilik qiziqqan narsa. Orqasida unaqa o'zgarish bo'lmaydi tashqi tomondan, lekin ichkari tomonda o'zgarish ancha kuchli bo'ladi. Bu tomonda ikkita amortizator. Xo'p, bu tomonida ikkita amortizator. Bu tush holatda yig'iladi. Jami orqasida 4 ta amortizator bor, oldida ikkita usulining Nexia amortizatori bor. Bu tush holatda yig'iladi, boshqa muammo bo'lmaydi. Razvaliga garantiya beriladi, ishlashiga garantiya beriladi. Akamiz minib ko'rdi, o'ziga yoqdi. Umuman muammosi yo'q. Bexijolat zakaz qilsanglar bo'ladi. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berishimiz mumkin. Liboy joyi dostavka xizmatimiz ham bor. Kelsanglar, xohlasanglar ustanovka qilib beramiz. Bemalol orqaga chiqasizlar, pastga nomer qoldiramiz.